qalbimizni tub-tubida berkitilgan norozilik bo'lsa, uni topib rozilikka aylantirish orqali bunday salbiy dasturlardan xalos bo'lish mumkin va mazza qilib Alloh buyurgan, atagan rizqni, mol-dunyoni qabul qilishlik mumkin. Nafaqat uni shukronalik bilan qabul qilishlik, balki undan chiroyli amallarda foydalanish mumkin. Ham hayotdan mazza qilib yashash mumkin, ham insonlarga foyda keltirish mumkin. Insonlarga katta miqdorda arzigulik foyda keltirish uchun ham mablag' kerak va pul unga ham xizmat qiladi. Ham inson o'zi xursand bo'ladi, o'zi maza qiladi, ham insonlarga arzigulik foyda keltiradi. Faqatgina mana shu holatdagina katta pullarni qabul qilish va ularni boshqarish mumkin.